Assalomu alaykum hurmatli chorvadorlar. Chorva Bom kanalining obunachilari. Mana bugun Samarqand viloyati Oqtepa mol bozoridan sigirlar qatorida video syomkamizni boshlaymiz. Hafta kuniga 14-mart sanasi 2026-yil. Hafta kuniga shanba. Sigirlar qatorida video syomkamizni boshlaymiz. Hozir O'zlarini ham mayda savdosi bo'lyapti. 21,5 million savdosi bo'lyapti ekan. haji bor. Bolasi boqacha ekan. Savdo qilyapti. Nechinchi bolasi u? 4-chi bolasi ekan. Sutchi 8 ta suti bor deyapti. 4-chi bolasi deyapti. 21,5 savdo bo'ldi. Qizil kimdan ekan bu? Ha? 45 million. Bozor nech pul so'ra? Bozor 38 so'rayapti. 38 million savdo qildi. Nechinchi bolasi? Bola 3-chi bola. 3-chi bolasi ekan. Bunisi 4-chi bolasi. Hozir. Bolasi nima? Bolasi qirg'ach. Ekonomik qirg'ach. Xonojinmi? Xonojin ekan bolasi 40 million so'm baho etilyapti mana shu qizil sigirga. Yo'q aka. 38 million savdosi o'tdi. Barim mendan olasiz, boshqadan olmayman. Bittasi mana shuni bittasi bolasi ekan, bittasi mana buni bolasi ekan. Qaysi? Bunisi nech pul baho etyapsiz? Bunisini 28 qilyapti. 28 savdo qilyapti. Bolasi nechinchi? 4-chi bola. 4-chi bola. Mana bu ekan bolasi. Angusga qo'ygan ekan. Xonojincha. 4-chi bolasi 28 million savdo qilyapti ekan. Yo, oydimi bozor shuyat. Lekin sening birdek 10 ta sut kelyapti. Yida buncha qayf yo'q. Qirg'ach, angus bola. 38 million savdo bo'lgan mana shu qizil. Mana bu 28 million savdo qildi. 10 litr sutga ekan. Bola 3-chi bola dedi. Sigirlar qatoridan davom etamiz. Nech pul aytyapsiz buni? 38 kam bor. Bozor nech pul so'ra? 38 kami bor deyapti. Bozor 32 million so'm so'ra. Bolasi buqa? Nopos. Bolasi buqacha ekan. Nechinchi bola? Ikkinchi bola. Sutichi? 10 ta sutga deyapti. 38 million baho qo'ydi. Bozor nech pul so'radi dedingiz oxiri? 32. 32 million savdo qildi. Mana tog'oniki ekan. Mana bolasi buqacha ekan. Semental gibrid ekan. Ikkinchi bola. Mana bu yerda bir shved sigir bor ekan. Alamkasi obunachi. Mana buni oling-da. Qaysi kanal bu? 1 minut ekan. Hop. Oling shuni. Shvedning narxini bilamiz hozir. Nech pul aytyapsiz? Nech pul savdo qilyapsiz? 40 million deyapti. 40 million aytyapsiz, ona bola. Nechinchi bolasi? 4-chi bolasi. Bolasi nima? Xonojina. 4-chi bolasi ekan. Bolasi xonojina ekan. 40 million baho aytilyapti, ha? 40 million baho aytilyapti, ha? Nech pul so'rayapti? 32. 40 million. 33,5, ha? 33,5 million savdo qilyapti ekan. 4-chi bolasi. Bo'lyapti shu. Kechga qo'yamiz. 2,5 deydi. 33 million so'm savdosi bo'lyapti mana shuni. 4-chi bolasi. Bolasi mana xonojin ekan.
15 ta sutga dedi. Bola 4-chi. Sigirlar qatorida davom etamiz. Nech pul aytyapsiz bunga? 55. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi 55 million baho aytilyapti. Bolasi qo'noqchi. Nechta sutga? 15 ta sutga deyapti. 55 million so'm bahosi aytilgan. 15 ta sutga boklar. Birinchi bolasi ekan. Ta sutga mana bolasi. Kanal bu. Chorva bom deb yozsan chiqar. Kimdan ekan bu, sizlardanmi? Qorasi nech pul? Ha? 50 million. Assalomu alaykum. 50 million. Bolasi bormi? Bo'g'oz. Necha oylik? Necha oylik bo'g'oz? Birinchi, ikkinchi. Ikkinchisiga bo'g'oz 4 oylik. Suti 30 ta. Narxi 50 million. Bozor so'ragani. 50 million baho aytilyapti ekan, bozor 45 million savdo qildi mana shu qorani. 4 oylik bo'g'oz ekan. Ikkinchi bolasiga 30 ta sutga deyapti. Olasi-chi? Olasi. U ham 50 million. 25 ta suti bor olasini. 4 oylik bo'g'oz. 4 oylik bo'g'oz. Nechinchi qoringa? U ham 2. 50 million bahosi aytilyapti. Mana bunisini ham. Ikkinchi qoringa bo'g'oz ekan. 25 ta sutga bunisi. Bu ham 4 oylik bo'g'oz, garantiya deyapti. Qiziqanlarga nomer qo'yamizmi? Ayting. 70lik 151 40 86 40 86 50 milliondan baho qo'ygan. Mana shu akamizniki ekan. Bemalol telefon qilaverasiz. Maşallah. Mana bak. Nech pul baho aytyapsiz bunga? 50 million. Bozor nech pul qildi? 44 million. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. 50 million baho aytilgan. Bozor 44 million savdo qildi. Mana bolasi. Bolasi G'unojin ekan, ikkinchi bolasiga. Nechta sutga? 20 ta sutga. Javob deyapti. Simital kimdan ekan bu? Simital. Nech pul baho aytadi, xabarlaringizmi? 60. Bolasi bormi ekan? 2 oylik chiqdi. Ha, 2 oylik bo'g'oz. Bozor nech pul qildi? $60 million baho aytilyapti. 2 oylik bo'g'ozda. Nech pul baho aytyapsiz bunga? 70 million. Bozor nech pul so'ra? Bozor nech pul so'ra? Bozor 60 million so'rayapti. Nechinchi bolasiga bu? Shu tomonga qarab odash bola. Nechinchi bolasi bu? Bu YouTube'gami bu? YouTube'ga qo'yamiz. 5 million. 70 million baho aytyapti ekan.
Oldu olayapman, egasini ol. 3-qoringa bo'g'oz deyapti. Bolasi yo'q ekan, yakka ekan. Mana shu akamizniki ekan. Nechi pul aytyapsizlar aka bunga? 48 deyapti. 48? Deyapti. Ha, bozor savdo qilyapti 48. Yo'q, deyapti egasi. Ha. Bozor 38, 40 deyapti. Nechinchi bolasi ekan? 2, 4 kurak. Bolasi nima ekan? Qunochin. $38,5 million savdo qilyapti ekan. Ikkinchi bolasi ekan. Bolasi mana G'unojin. 40 million baho aytilibdi. Savdosi bo'lyapti mana 38 million. Nechi pul aytyapsiz bunga? 50. Bozor nechi pul so'ra? 40 million. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Nechta sutga? 50 million baho aytilyapti ekan. 15 ta sutga birinchi bolasi 40 million savdo. Bolasimi? Bolasi mana bu ekan. Haftalik hali haftalik. Bir haftalik ekan. Chorshanba kuni tug'ilgan hafta. Bu qachami? G'unojin ekan bir haftalik bolasi. 40 million savdo qilmoqchi. Birinchi bolasi. 50 million baho aytilgan. Mana yerda ishlasa nima qiladi mana yerda? Kimdan ekan bu? Mash. Qizil ola sigirdi. 40 million savdo qilyapti. Egasini topolmadi. Buni ma'lumotini bermoqchi edik. Egasini topolmadi. Sutlar oqib ketyapti. Nechi pul aytyapsizlar bu? 40 million bozor nechi pul so'ra? 40 million baho aytilyapti ekan. 32 million savdo qildi. Birinchi bolasi. Olmadiymi? 10 ta sutga. Nechta sutga bu? Nechta sutga berasiz? Nimaga? Suti nechta? Ichib ko'rganim yo'q. 10 ta sutga deyapti. Bolasi bu qancha ekan? Birinchi bolasi. Bolasi aka nomerni ham yozib olaversa. Ayting. Telegramga yozsa, Salim Ayting. 571 632 desa chiqadi aka Telegram. 8 million baho aytilgan. 33-34 million so'm savdo qilgan. Shu 6 ta deydi. Ko'ring aka. Ko'raman. Bitta video Ko'raman. qilib mana chop. Ikkinchi Ikkinchi qoringa. Ha. Bolasi nima? Nobos aka. Bolasi bu qancha? Suti 25 tagacha sut beradi aka. 25 tagacha sut beradi, deyapti. Narxi 40 million deyapmiz, 42 million so'rayapti.
50 million baho aytilyapti ekan, 42 million so'rayapti bozor. Ben bir şey yapıp koyayım mı? Sana bir 20 ta sutga deyapti. Havo akalarimiz Şu solda bul hep ekan. 50 million baho aytilyapti ekan, 40 million savdo qildi. Kişilerini toplayıp sabah. Ondan koy. Urug'dan tug'ilgan ekan, bolasi buqacha. 43 millionga chiqdi o'sha savdo. 3 million savdo bo'ladi. Chorva bom deb asaslar. Chorva bom deb asas chiqa. Adamlarga qarab turib men 43 million savdo bo'lyapti mana shu sigir. 43 millionga chiqdi o'zi savdosi. Buni nech pul aytyapsiz? 47. Ha? 47 milyon. 47 million. Bozor nech pul so'ra? 43. Bolasi 2-1. 43 million savdo qildi. 47 million baho aytilgan. Bolasi birinchi bolasi ekan. Buqacha ekan bola. Mana bolachasi. Kanal aka. Mana onasi. Nech pul aytyapsiz bunga? Qaysi kanal bu? Chorva bom deb asas chiqadi. 60. Bozor nech pul qildi? Nechinchi bolasi? Suti nechta? Suti 20 ta sutga deyapti. 60 million baho aytibdi. 40 million so'm savdosi qildi. 20 ta sutga. Ikkinchi bola dedi, shu 3-chi bolasida. Nech pul qo'yapti buni? 40 million deyapti. Davom etamiz yana sigirlar qatorida. Nech pul baho aytyapsiz unga? Buni 40 million kami bor deyapti. 40 million kam bor. Bozor so'ragan. 35, 34 so'rayapti aka. 35-34 million so'rabdi. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolaga aka. Ikkinchi bola. Sutichi? Suti 12 ta 13 tagacha suti bor, ertaga kechga aka. 12 ta 13 ta suti bor. Bolasi G'unojin akam. Ulacım boğacım oraya. Qaysi savdo bo'lyapti? Qaysi? Shumi? 27 million so'm mana savdo qilyapti. Birinchi qoringa ekan. Uzakı. O yükü. Bergen şu. Qanday? Uzak o. Hareket et. Savdo qilyapti bolasi. G'unojin. Voy ha. Nech pul aytyapsiz bunga? 32 deyapti chiqqan bor. 32 birinchi qoringa. Nech pul so'rayapti? 27. 32 million aytilyapti ekan. $32 million baho aytilibdi. Bolasi mana damdoli yeyapti. Nech pul savdo bo'lyapti? Mana shumi? Olasimi yo'qmi? Shu savdo bo'lyapti? 32 million baho aytilgan sigir 25,5 million savdo qilyapti ekan. Bolasi mana. Nech pul baho aytyapsiz bunga? 35 aytyapmiz aka. 35? Ha. Bozor nech pul so'ra?
Bozor 32 so'rayapti. Bozor 32 so'rayapti. Nechinchi bola? 3-bola mana. 3-bolasi. Bolasi nima? G'ajir. G'unojin ekan bolasi. G'unojincha. Suti nechtaga? Suti 15 taga. 15 taga ya. Uchinchi bolasi deyapti. 32 million so'm savdosi o'tdi. Avval kaniki ekan. Buni nima dedi? Nech pul aytyapsiz buni? 35. Bozor nech pul so'ra? Bozor har xil so'raydi. 35 million kami bor deyapti. Bozor har xil so'rayapti. Bolasi nima? Navoschi. Bolasi Novoscha. Birinchi qon. Bizatchi bu. Nima Ikki so'radi? kira ekan. Nechta sutga? 28 ham so'radi. Suti nechta? 8 ga javob. 8 taga javob deyapti. 28 million savdo qildi. 32 million baho aytilgan. Mana bolasi buqacha. Em bolani so'rab ko'ring. Hurmatli obunachilar, keyingi video mana shu otlar qatoridan bo'ladi. Ot ishqibozlariga. YouTube ko'ryapsizmi? Qaysi kanal?